Assalomu alaykum hammaga, xayrli vaqt. Bugun sizlar uchun judayam ajoyib ko'rsatuv bo'ladi. Albatta buni oxirigacha ko'ringlar. Oxirigacha o'tirganlarga men oxiridan bitta sovg'a beraman. Xo'p, bugun sizlar bilan biza bir qahramonimiz bilan tanishamiz. Ya'ni men bilan birga kelib A tochkadan uzoq yo'llar qiynalib yo'llardan o'tib B tochkasiga kelgan inson bilan tanishamiz. Hozir bu qahramonimiz menga qanaqa kelib qolganlarini, qanaqa biza muammolarni ishlab, qanaqa natijalarga kelganligimizni gaplashib o'tamiz. Bu sizlar uchun juda ham qiziq bo'ladi. Chunki bu muammolar sizda ham bo'lishi mumkin va siz buni yechimi yo'q deb o'ylab yurgan bo'lishingiz mumkin. Bugungi studiyamiz qahramoni Dilsoraxon Qayumova. Xush kelibsiz. Ishlaringlar. Eng qizig'i boru mana shu yoshligimizdan ko'rardik-ku televizorda. Studiyamiz qahramoni degan narsani rosa havas qilardim aytishga. Mana orzular ushaladi-da. Xo'p, xush kelibsiz. Rahmat vaqt ajratganingiz uchun. Rahmat taklif. Nimadan boshlaymiz? Farqi yo'q bilasiz. Xo'p, nima uchun siz meni oldimga kelishga qaror qildingiz? Короче, sanlab gapirsam maylimi? O'sha g'alati bo'lib ketdi. G'alati bo'lib, Men bir o'zingiz ham g'alati bo'lsa. begona odamni oldiga kelib qo'yganga o'xshab. Da. O'zingiz bo'lavering. O'zingni bosib oldim. Yo'q, men sanlab gapiravering. Хорошо. Xo'p, qachon, nima uchun meni oldimga kelishing kerakligini his qilding? Qancha vaqt ketdi bunga? Oldin ham aytganman. Mayli, bu anaqada boshqatdan boshlaymiz. Сначала dedi-yu. Bu sizni o'zi Almira Saidovani oldiga kelishim kerak. Sizni haqiqiy отношения, munosabatlar va seksolog sifatida tan olganim bu o'sha videongiz bo'lgan. Instagramda videosi chiqib qolgan. Endi qo'pol bo'lsam aytaveraman. Orgazm haqida gapirganingizda bitta qarab, deganman. Endi shu holatda gapirmaganinglar? Yo'q. Duxi yetganiga qoyil deganman. To'g'risi. Hammaga ham bu narsa anaqa emas deganman. U paytda munosabatlarim haqida o'zimda anaqalar yo'q edi, приключениyalar yo'q edi. Keyin har doim siz aytasiz-ku, tana уже charchaydi. Aql, miya charchaydi, to'xtaydi, tan olishni xohlaydi, yashashni xohlaydi. Energiya boshqa joyga ketayotganini his qiladi. O'zini aldamaslikni xohlaydi. Aldamaslikni xohlaydi. Bu, конечно, erim bilan, otam bilan deyman. Erim bilan munosabatlarimni kachilasidan keyin boshlangan. Ya'ni ajrashib, уже stop. Har yili ajrashaman. Har yili yozda ajrashaman. Bu yil yoz tinch o'tdi xatar. Bu yil yoz endi vashshi super o'tdi bilasiz. Har yozda ajrashaman. Har yozda 7 oyga ajrashamiz yo 3 oyga ajrashamiz. Har yozda endi qo'pol bo'lsa ham bu narsaga hozir stop qo'yganman. Javobimni so'rayman. Shu narsaga добиться qilaman. Bu narsalardan o'tganman ham. O'shaning uchun уже stop dedim-da. deb aytdim. Bunda endi atrof muhitda ham, ijtimoiy muhitda ham ta'siri bor. Unga aytaman dardimni, bunga aytaman. Dardim deganda hammaga dastavon emas, ishonganlarimga aytaman. Aytishyapti, hech kim javob topib bera olmayapti. U aytgan narsalar hammasini qilib ko'rganman. Mashinangni to'g'irlab ko'r, pastelingni to'g'irlab ko'r, o'zingga qara, o'zingni sev, o'zingni unaqa qil. Eringga atir sev, eringni mana bunaqa qilib ko'r, eringni sinab ko'r. Tajriba quyonchasi bo'lib ketdim-da. Charchadim. To'g'risi, hamma narsani qilib ko'rdim, charchadim. Alloh eshitadi. Alloh rostdan addushi xolisangiz eshitadi. Menda to'g'ri qo'rquv oldindan bo'lgan, aytishgan Almira Saidovaga bor. Mablag' bor. Xohish ham bor. Ziqnalik bor-da. Uyalaman. Yo'q, uyat bo'lmagan lekin. Ziqnalik bor. Nima to'lashim kerak? Nima to'layman? To'lab nimaman o'rganib, endi o'lsin shu seksolog ham borib endi o'rganib konsultatsiya, bitta konsultatsiyangiz endi bilishadi qanchaligini. Menga narxini aytishyapti-da. Zarlish to'layapman, uni o'zim ham to'g'irlayman. Yo'q, to'g'irlamas ekanman. Kerak ekan. Tushunish kerak ekan bu narsani. Tan berdim. Yo'q, tan berdim. Oxiri miya yoki miya ham emas. Sababchilarni ko'rsatib qo'yar ekan Allohning o'zi. Uje rahmi keladi-da uni ham. Aytadi, ruhiyatga rahmi keladi. Tanada ham emas, ruhiyatiga odamni. Tana ko'tarib yuraveradi. Uje Alloh aytadi, sen uje bo'ldi. Yetarlicha amaliyot qilding. O'zingga o'zing bor deydi, sababchilarni ko'rsatib qo'yadi. Men endi tan olaman, aytaman, nima qilaman yashirib. Go'zal sababchi bo'lgan siz bilan ko'rishimga, bilasiz, o'sha
O'tirganmiz, bular ham borgan, Dilshidora Siz ham bor edingiz, a? borganlar, hamma borgan, Yulduz borgan, hammamiz o'tirganmiz maza qilib o'sha Amarantda. Sizni ko'rganman, agar eslasangiz, ko'zimizdan uzilmagan. Hamma bilan ikkalovimiz gaplashgan. Uzilmagan, вот chislolarni hisoblab men aytaman, menga kerak, rostdan kerak ekan. Shundan keyin offlayn kurslaringiz boshlanib ketdi. 10 ta odamdan bitta o'zim qoldim. Shu munosabat bilan Shu munosabat bilan ofislaringiz hamma narsa zo'r bo'lib ketdi. Ha, Ko'rdingiz? Lekin ko'rdingiz, to'siqlar ham bo'ldi. Yetib kela olmadim, siz ketib qoldingiz, men ketib qoldim. Lekin yorib chiqdik deydi-yu. da juda qiyin bo'ldi Qiyin ishlashimiz. bo'ldi, lekin yorib chiqdik. Tochkamni topdingiz-da. Bittada bo'ldi, kerak ekan. Pul ham ko'rinmadi ko'zimga. Men sizni sevdim, to'g'risi. Yomon og'riganga bundoq bosdim, bundoq bunaqa qilib. Bosib. Bitta o'sha ko'rishganni o'zida bosdingiz. Da. Shunaqa bo'ldi. A nuqta qanaqa edi? Nuqta er bilan munosabat, оказывается, er bilan munosabat, erimga bo'lgan samotsenka past derdim. Оказывается, o'zimga samotsenkam past bo'lgan. Ota-onam bilan munosabat zo'r deb o'ylaganman, zo'r bo'lmagan. Pul, конечно, har doim pul zo'r kelgan, lekin u barakasi bo'lmagan. Menda hech qachon g'iybat bo'lmagan. Unaqa narsalarga vaqt Zaprosim emas. zaprosim bo'lmagan. Do'stlar ham, o'rtoqlar ham zapros bo'lmagan, bilasiz. Menda asosan отношения, pul o'zimga bo'lgan samotsenka ekan. Kelgan paytda mana bunaqa fikr bor edi, masalan, erim eplolmaydi, qilolmaydi, u menga yaxshi, men xohlagan narsani berolmayman degan narsa bor Pul edi. topgan erkak xiyonat qiladi. Shuning uchun shu pul topmasdan oyog'im tagiga o'ralashib yuraversin. O'ralashib yurursin, o'sha o'ralashgani ham yoqmadi-da oxiri. To'g'risi, umuman yoqmay qoldi. Aha. Endi orada bizada oila bo'lmadi. Bo'lmaganda lekin ta'zirini yedim. Alloh sizdan kuchsiz insonni hech qachon bermas ekan. Sizdan kuchlisini bersa beradi, kuchsizni hech qachon. Yoningdagi odam har doim, men aytaman-da, ayol kishi bir mashina bo'lsa, o'sha mashinani epla oladigan odamga beradi-da. Agar sen Ferrari bo'lsang, uni duxi yetadi 300 gacha sen gazingni bosishga. Faqat sen uni tanimasliging mumkin-da. O'sha gapimdan keyin ko'pchilikning miyasi o'zgarib ketadi. Неужели meni erim shunaqa bo'lishi mumkinmi? Lekin sekin agar bu qila oladi, bu mendan ko'ra kuchliroq deb qarashni boshlasa, kuchli tomoni ochilishni boshlaydi. Rostdan ham men bu narsani ochdingiz menda. Oldin bu qarashlarga yana qilardim. Er qiladigan ham qaro er qiladigan, pulli qiladigan ham pulsiz qiladigan ham. Boy erkaklarni trilliarderlarning orqasida kim turibdi desa, onasi deyshadi. To'g'ri, ona ham turadi, lekin eng katta motivatsiya mana xotin berar ekan. Xotin rostdan zo'r motivatsiya beradi. Ona beradi, onalarni men hech qachon yomon demayman. Beradi, lekin o'sha onasi eriga berganda. Uylandimi, o'sha xotinga o'tadi u. Yo'q, mana bu narsa ham bor-da, o'sha onasi eriga bergan energiyasini. To'ppa-to'g'ri. U eri emas-ku, u o'g'li-ku. To'ppa-to'g'ri. O'g'ilga nisbatan qanaqa papalab. Zачем u o'g'il bolaga kerak? O'g'il bolaga, давай, so'rash kerak ekan. Eplab kelasan. Deysiz, bo'ldi, ketdi. Gazini bosing. Bosing. Mana shu narsa kerak ekan. Shu. To'ppa-to'g'ri. Erkaklarni ayash, papalash kerak emas. Yo'q. Просто kutib ham o'tirish ham kerak emas. Kutish ham kerak emas, papalash ham kerak emas, rahm ham qilish kerak emas. Qanday bo'lyapti endi hozir hayot? Siz bitta gapingiz bor, qo'poldek tuyuladi, lekin men maza qilaman. Kayf deydi. Mana shu gapingiz menga rostdan kayfmi yashash deysiz-ku. Endi tarjima qilaylik. Maza. Men har doim aytaman-da, munosabatlar senga patключ berilmaydi. Bo'ldi, erga teganim, все, erim hamma narsa qilib qo'yish kerak deb kutish kerak emas. O'sha san oldingdagi erkakni san realizatsiya qilgan bo'lasan-da. Masalan, u haqiqatdan u juda katta bombitskiy potensialga ega bo'lishi mumkin, lekin xotinning hisobiga ochilmagan odam bo'lishi mumkin-da. Shunaqa. Xotinlar ochadi erkakni. Realizatsiya qiladi, uni potensialini o'ziga ham ko'rsatadi. Ana odam o'zi ham bilmaydi qanaqaligini. Faqat chetdan qaragan odam aqlli bo'lsa biladi. Masalan, men hozir bilaman erimni nimaga qodirligini yoki bolalarimni qo'lidan nima ish kelishini, ertaga qanaqa potensiali borligini. Oldimga kelgan odamni bittada bilaman potensialini-da. O'sha chunki o'rganaversak hamma qila oladi u ishni. Faqat kimga o'sha narsa kerak? Menga o'sha narsa kerak. Men o'sha odamlarning potensialini ochishi, ularga o'ziga kimligini ko'rsatib qo'yishni yaxshi ko'raman-da. Vot qara, o'sha menda mana bunaqa narsa bor. Albatta, biz sababchimiz, natija Allohdan.
Lekin o'sha sababni to'g'ri qilolmagani hisobiga natijaga ololmagan bo'lishi mumkin-da o'sha natijani. Alloh berib qo'ygan natijani ham ololmayotgan bo'lishi mumkin. Odam keladi, qo'lidan hech narsa kelmaydi, o'ziga ishonchi yo'q. Например, man yonida ketayotganda уверенный nimagadir erishgan, vau bo'lib ketadi-yu, man o'zim mazza qilaman-da. Endi mana shu sizga endi paxta emas. Men hech qachon paxta qo'ymadim. Bemalol paxta qo'ying, endi bugun mojna. Yo'q, ani konkretiza etaman. Chunki bu endi YouTube'da ham hamma haqiqatni bilgani yaxshi. Odamlar baribir biladi, paxta qo'yyapti, soxta. Hozirgi odamlar vashshi ani uyda o'tiraverganidan aqlli bo'lib ketgan. Sizni hislaringizni soxtaligini ham, soxta o'ynayapsan, rol o'ynayapsan, biladi. Mana bu narsangizni man odam ustoz tanlayotganda yoki o'zimga tabib deydimi, doktor tanlayotganimda nafsga ham qarayman-da. Ha, ha. Nafs, kibr bu menga umuman yoqmaydigan narsalar. Chunki men o'zimda sinaganman, kibr qilsam o'sha narsa teskariga ketib qoladi. Nafsimga qul bo'lsam o'sha narsa teskariga, vashshi teskari bo'lib ketadi. Men sizda ishlayapmiz, mana shu narsani ko'ryapman. Nafs yo'q. Nafs deganda endi bu o'zingizni qadringizni bilasiz, lekin qizg'onish yo'q. Qizg'onchiqlik yo'q. Berasizda, mehr bilan berish, olish boshqa. Pulini bo'ldi, oldim. Klient Bo'ldi, keldi. Shu 1 soat vaqtini o'tkazsam bo'ldi. Qilaman bo'ldi. Bo'ldi, siz zo'r, sizni soxta qilib chiqarib yuborish yo'q. Men bu narsani o'zim his qildim. Mana 4 oy bo'ladi ishlaganimizga siz bilan. Aprel, may, iyun, iyul. Men уже iyulda tayyor edim. Tushdim ham, ko'rdingiz. Kachelalarga ham tushib ketdim. Quduning pastiga ham tushdim. Stressda hamman-da. Har biriga e'tibor etmayapsiz. Demasam bilan bo'ldi, ishlaganman. 10 ta protseduram bo'ldi. 10 ta anaqamdan keyin san coachimdan kelsan bo'ldi. Menga yana dars menga kelishing kerak. Yozil unaqa narsa yo'q-da. Siz his qilyapsizmi? Dars o'sha siz kutgan natijaga kelmayaptimi shu? Yo'q, deyapsiz. To'xta, men bu bilan dars ishlayman. Yo'q, men o'zimni shu narsani sezganim uchun bilmayman, aytgim keldi. Bu yoqqa o'zingiz ham aytasiz, nima o'lib kelding bugun? Nima o'lib kelyapsan oldimga? Qani u? Bu yoqqa. Xohlamayman aytishni. Xohlamayman. Bu yoqqa. Уже biladilar, meni qaysi nozik joyim silab chiqaradilar. Keyin mashina olib yuribman. Birdan tirik bo'lasiz, birdan. Bizga shu narsa kerak-da. Menga masalan shu mehr, telesniy shu отношения, kutganim, menga e'tibor qaratinglar degan. Yo'q, hozir e'tibor qaratinglar, men sraz kelaman oldingizga. Mana shunaqa narsa bo'lyapti. Уже o'rgatdim. Unda o'tirasan. O'tiraman. Mana shunaqa bo'lyapti. Nima qilish kerak? Davay, bo'ldi, yig'ishtir. Yoki aytasiz konkret. Mana shu narsalarni sizdan oldim. Kibr, nafs, qizg'onchiqlik. Ko'p psixologlar bilan ishlaganman. Ishlaganda deganda kuzatasiz, u aurasi tushmaydi. Aura katta narsa-ku, tushmaydi-da. Nimaga? Ularda o'sha sizga yoqmaydigan, qitirishingizni keltiradigan, yoqmaydi ham. 1000 milliard to'lab boring, yoqmaydi. Da, qabul qilmaydi odam. Yo'q, men rostdan 1000 даже duolaringizni so'raysiz-ku, duolarimda ham duo qiladigan insonsiz. Rahmat. Mazza bor. Kerak edi desam. Xo'p, praktikalar qanday bo'ldi? Eng yoqqani qaysi biri? Hammasidan qanaqa o'tganingizni gapirib bering. Men bilan o'sha har doimgidek va shogirdlaringiz bor. To'g'rimi? Hammasi bilan ishlagansiz. Hammasi 5 yillab ishlagani bor, 10 yillab ishlagani bor. Lekin bitta insonni misol qilib ko'rsatganingizdan keyin noldan ishlagingiz kelaveradi hamma. Chunki ular chiqolmayapti-da. Mana chiqyapsiz, chiqmayapti. Chiqdi, nimaga? Bugun kelyapti, oyoq kiyimini kiyyapti. Keyin kelyapti-da, ko'ynagini kiyyapti. Kelyapti, naskisini kiyyapti. Remenini taqyapti, sumkasini bu u narsa kerak emas. Inson qat'iyat bilan kirishyaptimi, tayyormi? Mana shu opamga ham aytdim-da, qachondan beri o'zi tayyor edi. Mana qarang, 5 oy o'tibdi, lekin Alloh sizni ko'nglingizga o'sha kuni soldi-da. O'tirgan joyimizda aytdingiz, "Davay boshlaymiz ani proyektni." Kim bilan? O'ylab o'tirsam, chaqir bo'ldi. Ishlash kerak, konkret ishlash kerak. Bo'ldi, men tayyorman deyapsiz. Men bularga aytaman, "Opa, tayyormisiz?" Tayyorman. Konkretmi? Konkret. Mana xuddi shunaqa insonlar noldan boshlash kerak. Mana men keldim, konsultatsiya qilyapsiz, keldim, qo'rquvlarim bilan ishlayapsiz, keldim, samotsenkam bilan ishlayapsiz, keldim, ota-onam bilan hammasini qilyapsiz. Po planu, yanachi men Allohga mana shundoq qilib yuborgan joyim bor bo'ladi-yu.
o'zi shundoq qilib yurasiz, Alloh, Alloh debdi. Вообще уже san borliging, sani chevarligingga men qo'l ko'tarib yuboraman degan joylarim bo'ldi-yu, anaqalar bilan, shogirdlar bilan ishlaganingizda shogirdlikka qo'shdik. Shogird bo'lib ketdim. Praktikaga kelyapman, rastanovkamidi o'zimdan keyin. Ikkinchi kuni уже rastanovkaga kelyapman. Kim bilan ishlayapman, opa? Gapirma. Og'rig'imi? Tasodif yo'q. Tasodif yo'q. O'zimni og'riqlarim-ku. Va Hammasi. yana agar men hozir o'zimni o'sha og'riqlarimni to'g'rilamaganimda 15 yildan keyin o'sha xotin bo'lib kelardim Ha. oxirgi. Еще bolalaring bilan muammo. Pul topgan, lekin barakam yo'q. O'sha mayli o'zimni o'rinimda yuribman. Lekin meni u qoniqtirmasdi u yoshimda opa. Men unaqa состоянием. U og'riqlardan emasman. Farzandlarimga u narsani men ravo ko'rmayman. Yana eng zo'r momenti nima opa bilasizmi? Eng mazza qilib yuborgan paytim. Prarabotka bo'lgan. Prarabotkada ham krizis paytim. 30 yosh edim. Hamma narsada mana endi tushunyapman u narsalarni men. Siz menga shu narsani tayyorlab, mana shogirdlikda o'qiyapman. Ha, bor ekan. 31 ga o'tdim. Переработкаlar tak уже telesniy bo'lib ketyapti buyog'i. Tana bilan ishlayapmiz. Yanachi ishonasiz, bugun shogirdlarga mana buni o'tishim kerak. Gulnoz tayyormas. Minosh kech qolgan. Noqarovos. Kimdir kelmagan. Siz aytgan odamlar kelmagan. Noqarovos. Yana men o'sha kuni telesni ishlashni boshlagan kuningiz tana bilan tug'ilishlar qilyapsiz-ku. Borishim kerak deyapman o'zim. Bu intuitsiya. Juda zo'r bo'ldi o'sha. 10 minutda kelganman, bilasizmi? Uxlab, bormayman deb yozgan joyimda pishanachi shuni yuvinib, dushga kirib, tayyor bo'lib kelyapman. Bilganim yo'q, siz tug'ilish qilishingizni. Tasodif yo'q. Tasodif emas-da, Alloh chevar. Hamma Juda zo'r bo'ldi o'sha. kerak. Imенно tug'ilishga kelgandik biz ham. Opa, ikkita qolib ketuvdi bilasizmi? Ana Yegiptga ketib qolgan. Da. Tug'ilish qilyapsiz. Qanaqa chiqqanlarimni eslaysizmi? Vau! Mazani yig'lasham yo'q, anaqa ham yo'q. Qo'l bashida baqirib, mazza. Haqiqatan miya nolga tushadi. Nolga tushadi. O'zingizda ham keyin bo'ldi-ku. U bo'ldi. Eng yoqqanini aytaman men sizga. Eng yoqqan praktika, masalan, tug'ilish qildik, rastanovka qildik, mix bilan ishladik. Hammasini anaqa qildingiz-ku. Qilib berganingizda eng men mazza qilganim rastanovka ekan. Da. Tartib. Ko'rding-da qanaqa Intizom ta'sir qilishini. hayotga zo'r ta'sir qilar ekan. Bizani 90%, 100% bolaylik odamzodni mana men degan takoy порядочный 10% ekan. Mani statistikam. Buni hech kim noto'g'ri deyishga haqqi yo'q. Bu meni o'zimni statistikam qo'yganim. Odamlarning 90%ni hayoti беспорядка. Tartib yo'q. Ota-onaning munosabatlari qanchalik bolalarning hayotini buzib yuboradi. Ota-ona, yana u avlodlar ham, babushka, prababushka hammasi Hech narsa hech qayerga ketmaydi. Man shu rastanovkadan keyin konkret ochilib ketganimni bildim. Tartib kerak ekan. Uzildim deymiz, u qildim, bu qildim, ishladim deymiz, ko'rgan boshqa narsa. U qayerdan u kecha kelgan, u meni tanimaydigan odam, o'sha rolda, o'sha rastanovkada я в шоке. Так было. Da. Оказывается, можно. Voy, anuchi. Ular ket. Ularga yetvermadi-yu. Hali Dahshat. jinni rolni o'ynaganicha. Da. O'likir u rostdan o'tib ketgan odam roli. Bu hammasi energiyada. Ko'pchilik bu narsani rad etadi, lekin bu fanda, fizika. Xohlaysam yo'qmi, energiya joyida turadi. Ko'rsa, balki ishonishi mumkin. Mana shu narsa ko'rish kerak. Miya ko'rganini eslab qoladi. Eshitgandan ham ko'rganini. Men o'shanda tan berganman, psixologiya kerak. Mana men zo'rman, yorvoraman, pulim menimcha Menda muammo yo'q. Menda muammo, imенно o'shalarda muammo bor. Imенно o'shalarda O'zi his qilmaydi. eng pastida bor, u alam bilan topadi o'sha pulni. Qachondir bang etib yo'q bo'ladi opa. To'g'ri. Mana shu narsa. Masa, men har doim aytaman qizlarga, voy, anu zvezda bunaqa, voy, men masalan chet ellik Gollivud zvezdalarini ham ko'raman. Mana istoriya qilsang, to'liq hamma uspeh детский travma ustiga qurilgan. Chunki men o'zim
chiqdim bomba bitib. Nimani ustiga qurilgan? Hamma uspexim детский travmani ustiga qurilgan. Isbotlayman, men zo'rligimni, men masalan qiz bola tug'ildim, men qabul qilinmadim, men isbotlayman. Доказать qilaman. Hammada zo'rlik, hamma meni tan oladi, hamma menga e'tibor beradi. E'tibor berilmadim-da. Вот hamma narsam детский travmani ustiga qurilganini bilaman. O'sha payti men uchun paka prarabotka bo'lmagan paytimda juda ham muhim edi odamlar meni tanishi, zvezda bo'lishim. Hozir u вообще muhim emas. Chunki я проработала уже. Odamlar o'ylashi mumkin, siz ko'rinmay qoldingiz deyishadi-da. Men ko'rinmay qolmadim. Men просто yashashni boshladim. U payt sen yashamaysan. Hamma boyaga aytganingdek, blogerlarmi, zvezdalarmi, uchib chiqqani hammasi bor-ku. Mashinchiz bagaj, детский travma. Man bu narsani bilmayman. Может, man endi 3 bordim bunaqa numerologiya mana qilyapsiz-ku. Bu intuitsiyalar yoshligimdan bor edi-da. Yoshlikdan bor. Psixologiya, numerologiya o'rtoqlarimga raqamlar haqida gapirib o'tirsam, ustimdan kulardi. Sen jinnisan, sen psixsan, sen anaqasan deb. To'g'risi, mana guvohlar ham bor. Men aytardim, 9 mana bunaqa, 7 mana bunaqa. Men tug'ilgan kunim mana bunaqa ekan. O'zimda bilmasdan turib, intuitsiyalar ishlardi-da. Men sezardim. Karma boshlandi. Aytyapman-ku, har yozda уже maydan boshlanadi. Har yozda menda bir xil narsa, bilan urushish, bilan munosabat ajrashish, именно shu bolalar, pul, qarzga kirib ketish, o'zidan o'zi. Juda yaxshi ona bo'lding-a bu safar. Voy, opa, переработка bo'lganimdan keyin, tartib bo'lgandan keyin uyimdagi tartibni ko'ring. Hayotimdagi tartibni ko'ring. Ko'chaga men opamga aytaman, "Opa, davay. Ketdi u qaqadir." Kechirani u dam olish paytidan olib mashinada o'tirib yuraverardik. Shunchaki Shuncha maqsadsiz. Maqsadsiz, betartib yozda. Uni sababini ham bildim. Mendan chiqayotgan energiya 9 oy men institutda ishlayman-ku. Talabalarga ketganman, olganmanmi xatyami, talabalarga ketgan, olganmanmi, starsda bo'lganman, talabalarga ketgan, olganmanmi 9 oy, 3 oy dammi, Qaytib ketganman buncha energiyani. Ona bo'lmasam, bo'lmasam, ana qarang, Xotin bo'lmasam, ona bo'lmasam, kelin bo'lmasam, farzand bo'lmasam qayerga ketadi o'zimgami? Keyin nima faqat minusga qilishni boshlayman. Men azob bilan kayf qilishim kerak. Men qiyinchiliklar, menga qiyinchiliklar kerak. Sakrayman borib keraklar bir narsalardan. Suitsidlar, azoblash kerak emas ekan bu narsa. Hammasi вообще kerak emas. Bundoq qilsangiz zo'r, hammasi mazza ekan. To'g'ri, problemaga qo'rquv kelaveradi. Bundoq qilsa yana kecha ham qo'rquvim bor edi. Mana ertaga расстановка deyapsiz. Men aytyapman, yechimni yengil qarasam, shuni yechimini olib kelib qo'yyapti-da. Oson. Oson. Men xursand bo'lgan joyim shunaqa namunali ona, namunali xotin. Juda ham ajoyib. Chunki men ko'rganman-da oldin Instagramda. Men aytgan, qanaqa bu mujskoy-a, qanaqa chidasa ekan eri, yumshoqqina bo'lsa kerak eri deb o'ylaganman-da o'sha payti. Ko'pchilik shunaqa deydi. Chunki qo'pol ayol oldidagi odamni yumshog'ini topib oladi-da. Bilasan-ku o'zing, balans bo'lishi kerak. Senda qancha mujskoy energiya ko'p bo'lsa, senga женский energiyasi bor odam kelishi kerak, komfort odam. U bilan mujskoy energiya bo'lsa bo'lmaydi, charsillab ketadi-da. O'shaning uchun men birdaniga aytaman-da, men bunaqa muammosi bo'lsa kerak, bunaqa muammosi bo'lsa kerak. Bitta qiz kelyapti endi. Taniyman-da anchadan beri. Aytyapti-da, men o'zi 3 haftadan beri aytib yurdim. Mashinada mana shunaqa narsa bor, shunaqa narsa bor, shunaqa narsa bor. Endi intuitsiya zo'r ishlaydi-yu, oldin kelgan klientlar до konca yashiradi-da. Men bunaqa deb aylantirib o'tishadi. Men aytaman, tezroq maqsadga o'tsa ekan deyman. Chunki u aytmasa men senda mana bunaqa muammo bor deya olmayman-da. Уже boshqa narsaga o'tib ketib qoladi-da. U keyin podozrение qiladi. Может, qayerdandir eshitganmi, kimdir aytganmi yoki bo'lmasam bu folbimi deb o'ylaydi. U tushunmaydi menda opit, mancha intuitsiya borligini. Keyin o'sha qiz menga aytyapti-da, siz mana bu narsaga qanaqa qaraysiz? Normalniy qarayman. Menda shunaqa muammo, bilaman. Qayerdan bilasiz? Kim aytdi? Ну, я же psixolog. Sen lo'qi oldida emassan, tushunmaydigan hech narsani. Men ko'rib o'tiraman, kuzataman-da odamni. Agar sen oldinga keldingmi, oyog'ing uchidan soching uchigacha hech narsa qolmaydi. Hech narsa qolmaydi. Har bitta detalga men qarab chiqaman, bilaman, u qanaqa kayfiyatda keldi, nima dardi bor ichida, nima kerak unga. Biz borib o'lib qolding bugun nimaga? Mana shu gapingizga avvalda tirilding shuk. Bu Birdan sezasiz.
Endi yonimda har kuni bo'ladigan odamlarni-ku вообще bilaman. Ana masalan Nigorniyam, ichida nima o'tyapti O'shancha yoki rahbarsiz. sizlarniyam hammalaringni bilaman-u, yonimda o'tirgan odamlar. Ko'chadan kelgan odamlarni ham Sezasiz. sezaman-da. Menga o'sha состояние yoqdi. Ya'ni masalan A tochkani oladigan bo'lsak, A tochkada san o'zing alohida bitta dunyo eding. Bolalar ham nima bo'lsa bo'lsin, er ham nima bo'lsa bo'lsin, shu lishь бы mani bezovta qilmasa bo'ldi. Hozir men yana kecha ko'rdim, profilga rasm qo'yib qo'yibsizlar-ku. Prям bilinyapti-da, что bu oila. Bu men alohida, bola alohida mamniki borsin emasda. Bu yoqda bilinyapti, ona bolaga bog'langanligi, mehr berayotganligi, erkak bilan birga hamjihatligi mana shunaqaligi ko'rinyapti-da. Men kirdim, nima qo'ydim, yana o'zgartiribdi rasmini dedim, kirib qarasam, er xotin bola chaqa qo'yilgan. Maza qildim o'sha joyda. Aha. Davom etamiz. Narsa mana shu er bilan hozir ko'p ayollarda anaqa-ku. U miyamizda fantaziya ekanda hammasi. Mana shu narsalarni menga ishladingiz-ku, ayniqsa meditatsiya ham zo'r berdi anaqa yordam. Siz bilasizda, qachon telesni kerak, qachon meditatsiya kerak, qachon просто suhbat kerak. Shunaqa mana kecha men aytyapman, azob xolayapman, mixga chiqaring mani deyapman oldingizga kelib. Siz menga aytasiz, "Bu yoqqa kelginsan" deyapsiz. "Yo'q, anu ham Irosh ham guvoh-ku. "Yo'q" deyapman-da. "Mamka kelyapti" Chiqargis kelmayaptimi? Chiqargis kelmayapti-a? Birdan pretenziya boshlab. Pretenziya qilib aytyapman-da. Sen уже osonga o'tding-da. Rostdan ham. Chuq, chuq, chuq. Yana o'sha qizni problemasi kelyapti. Bu menga nimaga kelyapti? Kecha aytyapman, proverka. Dilsor, Shunaqa. proverka san qabul qil, yechim keladi. Siz bilan gaplashdim-ku suhbatda. Yana bitta narsangiz bor. Olasiz-da. Mana mijoz sizga anaqaligini sezasiz-u, telefoningizni mamnun qilib, "Mani konsultatsiya vaqtim emas" demaysiz-da. Mana shu narsangizgacha men 5 yil halollab olish mana shu narsa bo'lsa kerak. Bilasizmi, menda mana shu переработкаlardan keyin oldin nimadir bo'lsa sразу chёрныйga tiqardim. Endi meni yo'nalishimni bilasiz, bloger, yo anaqa asabimga tezda chёрныйga tiqib yuborardim. Hozir munosabat muzokara qilyapman. Tushunasizmi? Halollik, halollab olish kerak-ku. To'ppa-to'g'ri. Nima bo'lganda ham. Rozi qilib olish kerak. Rozichilik. Keyin qachondir baribir javobi bo'lar ekanda. Atdacha bo'ladi. Atdacha bo'ladi. Ya'ni yig'ilib bum qilib chiqib ketgandan ko'ra qo'y. O'sha yerda решать qil. Qo'y shu bum bo'lib chiqib ketmay, haloliga boshqa narsaga ketsin. Shunaqa. Masalan, eng yaqin emas edi. Endi baribir aytishim kerak. Mana shu yerda aytishim kerak ekan, opa, aytaman. Mush chiqib ketgandir, o'shanda chiqib ketar. Mana shu narsani hozir aytyapti-da. Menga qilib ketilgan ishni bilasiz, shu $20,000 ga men tushganim. O'rtada просто turib qolganim uchun. Oxirgi ishlaganimizdan keyin bu переработка katta udar bilan, stress bilan chiqib keta olmay qoluvdim. Oxiri mix bilan telesni chiqib ketdi, bilasizmi? Tug'ilishdan keyin telesni chiqib ketdi. Ana mix bilan. Yana paydo bo'ldi-yu kecha proverka qilyapsiz. Yechimlari bilan kelyapti-da. 20,000 akasi pul emas ekan. Shunaqa. 20,000 menga $200,000. Men aytyapman, yoningda san uchta endi mayli ayting, bozorchini oldiga o'tirsang, bozorchi bo'lasan. G'iybatchini oldiga o'tir, 3-g'iybatchi san bo'lasan. Milliarder, men уже milliarder demay qo'yganman. Trilliarder oldiga o'tirgan. Rostdan. Ishonasizmi? Sizda oila bor-ku. Men psixologlarni shuni endi men aytmoqchi emasman, buni yana qoralab nimadir deyishmasin. Munosabat baribir ustozda, psixologda kerak. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, u siz ustozingiz bo'ladi, ilmiy ustozingiz bo'ladimi, psixolog ustozingiz bo'ladimi, kim ustoz bo'lsin, uni oilasi bo'lsin. Eri bilan munosabati bo'lsin. Men aytyapman, men oilali insonga keldim-ku. Atrofingda shunaqa odamlar. Atrofimda oilalilar. Mana men endi hozir balki aytishim kerakmi, mana Guli bor-ku. Gulini ham mana shu jihatini his qiladi, yaxshi ko'raman-da. Hech qachon pochchani anaqa qilmaydi-da. Hech qachon har doim qadrlagan. Mana shuning uchun ham pul hech qachon uzilmaydi. To'g'ri, mayli, kundan kunga oilani qadrini bilaveradi. Oila bilaverasiz. Mana siz bilan oila hamma narsasini eplayapti, bo'larkan-u. Bo'larkan erda. Eringizni topishini aytyapsiz menga. Mamchi. Mayli ko'z tegib ketmasin. Men aytyapman. Сразу kopирование bo'ldi. Miya ko'chiradi, tamom.
Bu iloj bor ekan, Hmm. erim topsa bo'larkan. Hmm. Xotin ham topsa bo'larkan. Mani havas qilgan shunaqa blogerlar ham bor. Men ular bilan отношениядаман. Lekin oldin men ularga bundoq qarasam, ozgina ichi kirli qilgan ekanman. Ko'rolmaslik bo'lgan ekan. Tan oldim buni. Chunki o'zing eplolmagansan. Xayrlik bo'larkanda, man g'iybat qilmayman. Men bilasiz, basharasiga gapiradigan odamda shuncha ozgina bo'lsa ham gryaz bo'lgan. Endi o'ylavering. Qolganlarda qancha? Soxtalar qancha? Tan olganman. Tan olishni boshladim. Oilam joyiga tushyapti. Buni ham oilasi порядочный, buniki ham порядочный, buniki ham порядочный. Men ham shunaqa odamman demak. Manchi. Mana o'zingiz aytyapsiz. Xo'jayinim oldin erim Tom and Jerry. Tom and Jerry nima ekan deb o'tiribman. Ha, Tom and Jerry multfilm bor. Keyin muzlik davridagi ikkita aka-ukani bilasizmi? Ha. Erim bilan shunaqa edikda. U men og'aynisidek ko'rib, Bitta yong'oq ustida. men unga gap talasam, u menga tashab, og'aynidek urishib, yulishib. Ammo uni og'aynisi emasman, men uni ayoliman. Men shunaqa ko'rgan ekanman-da. Hozir erim nima deydi bilasizmi? Qoyilla qolib ketaman-da, Almira Saidova, davay demadim. Nahol ko'targan. Men nima 5 yil oldin kelmadim, nima o'sha paytda srazi kelmadim. Может, bu xatolarni qilmasdim. Yo'q, bugun numerologiyada o'tganingizda bildim. Оказывается, menda o'sha periodlar vaqtida bo'lyapti. Da, tayyor bo'lishing kerak o'sha narsa. Vaqtida bo'lyapti. Ya'ni o'sha raqamlar qo'yib berdingiz-ku, yoshlar. Точно kelyapti-da. Men haqiqatan tanlanibman. Men karmani tozalaydigan odamman. Erimchi hozir nimadir desam, "Xo'p" deydi. Bo'ldi. Voy, kayf, voy. Bo'lar ekanmi shunaqa? Maza. Jim bo'lasiz unaqa ertangi. Mana kecha именно siz bilan telefonda gaplashgan erim bilan urushib, "Qilib bermading, ana yana shu narsa menga kelyapti. Bor yoz ustida ketyotgandim 102 ga." Men to'laymanmi uni gapini pulini? Men qilaman, meni yediryapti. Deyapman erimga, "Mana shunaqa deb tashlaman." "Balganingni qil" deb chiqib ketyapman-da, ishonasizmi? Erim ham siz bilan gaplashyapman, spokойно onamnikiga ketdim. Bolamni oldim. Bolam esimga tushdi. Onaligi esimga. Emas, 102 emas, bolam. Siz bilan gaplashyapman. Bugun yechim beryapsiz. Erim telefon qilyapti. "Qayerdasan? Nima qilish kerak?" "Ertaga hal qilib beraman." Bu maza, opa. Bu ayol bo'lish maza. Erkak bo'lib deb yashagandan ko'ra, ayol bo'lib mana shunday kayfda. Bitta telefon qilsam hal bo'ladi. U ham keyin u meni ko'pchilik o'ynasam, tug'ilgan kunda chakib olgan deb o'ylaydi-da. Qo'pol qilib ayting, ichib olganmi, chakib olganmi deb ko'pchilik aytadi-da. U payt endi haqiqatan bo'lib o'ynardim. Hozir o'ynayapman-u. Ichib olganmisiz? Ha. Men ayollik energiyasini ichib olganman. Ayolman men. Maza. Men просто so'rayman. Oldin erim 1000 so'm, 10 ming, 100 ming so'rasam, nimaga? O'ylang, 1000 so'm nima pul opa? Magazinga nimadir, to'g'rimi? Hozir unaqa narsa yo'q, qo'rquv yo'q. Pul kerak kartamga. Eplaganicha beradi. Xo'p. Hozircha mashina olib turgin. Men topib beraman. Xo'p deydi. Oldin nimadir mers so'ring. Bo'ladi. Qachondir. Xudo xolasa. Chort kesib uzib qo'yardim. Ham tez uzilib ketadi. Tuxinga sana deysiz-ku. Olib beraman, onasi. Bir oydan keyin olib beraman. Undan zo'rini kutasan. Mazzami? Undan keyin aytaman, "Ha, bu kelyapti yo'lda." Mazza. Mers minganday bo'lasanda. Bo'lasizmi? U realizovat qiladimi? Miya keladi o'sha narsa. Ishonasiz o'zi. Qaynanam, mana shu yerda nozik joyi ham ochib ketay. Qaynananiga bo'lgan nafrat. Qaynanam u bechora bo'lmasa bir yomonlik qilmagan. Qilmaydi. Meni qaynanamdagi qaynana bo'lmasa kerak. Bolalarimga qaraydi, ovqatimni qiladilar. Yordam beradi, maslahat beradi. Maqtash emas, paxta emas, lekin bor edi. Meni erimni nimaga u er qilib olgan degan narsa. Endi u er qilib olgan deganda bizani bilasiz, ba'zi 50% aholimiz noto'g'ri tushunib, darrov pastel yoki tana bilan tushunadi. Yopishib olgan desa, shunaqa. Yo'q, er qilib olgan deganda hamma muammosini gapiraveradi. 4 ta o'g'li bor. Nima meni erimga yopishaveradi? Kichkina bo'lsa nima qilibdi? Oldin ham bunaqa narsa bo'lardi. Endi bu o'tib kelganda bizda o'rtada qaynana, kelinlar o'rtasida, o'sillar, qarindoshlar o'rtasida. Erga tegmasang ham biz o'sha programmada bo'lamiz. Programmada 5 xona uyni berib qo'ygan-u. Nuychu. U 5 xona uy demak menga nasib bo'lgan. Meni erimniki.
Shuning uchun unaqa qilish kerakmi? Yo'q, unaqa emas. Bu mani qo'rquvlarim. Bu mani fantaziyam. Men уже yechdim bu narsani. Oyijonga ham shartta aytdim. "Oyijon, men sizni mana shunaqa o'ylardim-da, xafa bo'lmang. Lekin mana hozir men Almira sizni-chi, ishoning yaxshi ko'radilar. Naborot siz Baraka bordingiz, topsinlar. siz bordingiz, o'zgardingiz. Psixolog kerak boram, anaqa qilish kerak, boravering. Mana hozir aytaman, proyektimiz bor, ketyapman." Shans yaratib beradilar. Chunki o'zgarishimni ko'rdilar. Onamga ham to'g'risini aytaman. "Ona, davay mana buni qilaylik. Siz kelin bo'ldingiz, bolam. Siz ayol bo'ldingiz. Uyni his qilyapsiz." Men oldin qaynanani kundoshdek ko'rganman-da. Kundoshni rostdan ko'rganman. U kundosh bo'lmagan. Miyada kundosh. Ha, miyada shunaqa programma. Miyada programma. O'zimni travmalarimdan kelib chiqib. Travmalar, atrofimdagilarni ko'rganim, miyam yomon bo'lsa yomon bo'lib ketyapti. Yo'q, yaxshi bo'ldim, o'zgardim. Mana men aytaman, srazi ko'rdingiz, chet elga ketvordim, o'zidan-o'zi yo'q joydan. Ko'rdingiz, Yevropaga yana. Yevropaga yana. Men aytaman. Odamlar borolmaydi. Yo'q, unaqa emas. Odamlar bomba narsa bilan ketyapti. Yaxshi qaytadi. Endi menda opa o'ylang, travma ko'rdingiz. Avlodlar, ota-ona, u Mashincha. o'zi emas. Ha, Mana ha. o'zingiz ham aytyapsiz. Men sani yoshingda mana bunaqa переработкада o'tganman. Hozir mana bunaqada o'tyapman. Biza karmani tozalaydigan tozalovchilar-ku. Hamma narsani chotki qilib, 7 ta avlodni boy qilib, toza halol boy bo'lsin. Zilolapam. Bangillab ketib qoldi. Просто uchdim. Sen bugun telefon qilaman degandim o'ziga. Voy, qanisan? Sen qayerdasan? Aplatachi. Aplatilar. Menda unaqa, unda unaqa men aytaman, aplata bo'lar ekan. Tushunding aplatani? Aplata. Shuning uchun men aytaman-da har doim. Rozi bo'l. Nima kerak? Yashapamchi. Nima kerak menga, senga masalan lishniy vaqt qilsamda, san aytsang, shu pulini oldida ishini oxirigacha qilmadi deding-ku, bo'ldi. O'sha pul senga уже haromda. Bo'ldi, sen rozimisan? Bo'l. U seni $100 olgan bo'lsang ham u 1000 ga urib ketadi. Baraka mana shu narsada. Shu narsani eshitganman, shu prinsip men uchun. Har doim darslarimni tugatsam ham menga aytishadi. Men kurs qilishga qo'rqaman. Nimaga? Chunki norozi klientlar bo'ladi. Men o'sha klient 1 yil oldin o'qigan bo'lsa ham men olib kelaman, kuratorga beraman, o'sha kuratorga oylik to'layman, davay. Ishla, o'qit, rezultatga chiqar. Ko'ryapman-ku. O'zim shuning uchun ko'ryapman. Ko'pda unaqa emas-da, opa, mana menga aytishdi 18 million, 25 million o'sha shogirdlik kursi, uni yana bo'lib to'laysiz. Endi bo'ladi-yu, hammani kartasini ochishimiz, shu narsalar ham chiqdi. Mana siz qarang, opa, ovozsiz, mana aytyapsiz, konkret mana shu narsani qo'yyapsiz. Mana shunaqa, lekin sen rezultating mana shunaqa. Men konkret javob beraman. Endi Alloh birinchi o'rinda sababchi. Lekin siz ko'zingiz yetyapti-da, men ko'ryapman. Har bitta darsga kelganimizda bitta coach olaman-da men. Opa, men uni baribir sotib olardim. Siz menga uni prosta patsient emas, bemor yoki sizni qaysidir anaqangiz emas, shogird bo'lib beryapsiz. Men shogirdingizdek ko'rib beryapsiz. Bu 2 baravarmi menga? Mazzada. O'zing hammasidan o'tib, Mehrmi? tushunib chiqasan. Tushunib, mayli, siz shuni rozi bo'lyapsiz shu narsaga, kuch, energiyani mehr bilan 2 baravar mehr bilan beryapsiz. Kelib, mana buni bugun yozinglar. Mana buni o'tamiz. Men emas. Men даже mana shu narsani men tan beraman. Mayli, paxta deb o'ylang boshqasi. Bu boshqacha mehr-da. Sevaman desizlar. Sevilish boshqa, shogird bo'lib sevilish boshqa. Bularga men aytmayman-da opamga, opa mana shunaqa, tayyor bo'lsangiz bo'ldi-da. Men o'zi azaldan bular bilan qalban yaqin bo'lganmiz-da. Biz yoshimiz 10 yosh razlitsa-ku. Xohlaganman-da, ya'ni bo'lishlarini. Yaxshi ko'raman. Mana sizni yaxshi ko'raman. Aytish bu ayb emas. Bu naborot yaxshi ko'rishni aytish kerak. Ko'proq aytish kerak ekan. Shu yana bitta narsa bor-da, mana sen o'zing qiyin hayotdan chiqding, mazza qilib yashayapsan, aytyapsan, mastman deyapsan. Men hayotdan mastman, baxtdan mastman deyapsan-ku. Endi atrofingda xuddi o'zingni atochkangni ko'rsang aytasan, davay yashagin desam, shuni ushlab kalasidan bitta urib, davay mana buni o'qigin, yashasa bo'ladi-ku deging keladi-da. Keyin уже sen boshqacha yasha olmaysan-da. O'sha odamni qanaqa qilib bo'lsa ham, uribmi, so'kibmi, sevibmi, qanaqa qilib bo'lsa ham shuni mana bu yerga olib kelib qo'yging keladi. Men aytaman-da, har doim bugun bitta qizga ham aytyapman, baxtli odam hammani baxtli bo'lishini xohlaydi. Baxtsiz odam hammani baxtsiz bo'lishini xohlaydi. Kim onani eri yo'q bo'lsa, o'sha qiz bolani ham eri yo'q bo'lishi protsenti kattaroq. Chunki ona baxtsizmi,
baxtni bilmaydi qanaqa bo'lishini. Mana shunaqa edi. Uni ravo ko'rolmaydi-da. Tushunyapsan? Mana sen hozir o'zing ochilding, o'zing mazza qilyapsan, bilan отношения zo'r. Xo'p, mayli jonim, davay qilib beraman. O'ylama deyaptimi? Yashasa bo'lar ekan u shunaqa deyapsan. Sen o'sha narsani hammaga ravo ko'rasan. Mani tushunishmaydi odamlar. Masalan, men vaqti kelganda urushaman, vaqti kelganda so'kaman, vaqti kelganda og'rig'iga tegaman, bosaman yaxshilab. Hamma maqsad nima bo'ladi mana shuni? Shuni aytaman, boshga bitta tova bilan ursang shuni tushunsa deymanda, yashagin degim keladi. Yasha. Можно shunaqa. Sen sevilishing mumkin, sevishing mumkin. Shunchaki mazza qilib, mast bo'lib yashashing mumkin. Gap hech qachon pulli hisobida emas. Milliard topsang ham senda shuna mana bu narsa bo'lmasligi mumkin-da. Xotirjamlik, mazza, ayol kishiga kerak narsa. Asl ayolligingni his qilish. Asl ayolliging bu qachondir erkakga mayli siz qila olasiz, siz qilib bering deb pastga tushish ham o'sha narsa hammani ham qo'ldan kelmaydi. To'g'rimi? Oldingi Dilsorada bu qila olmagan bo'larding. Eplamaysan, o'zim qilaman degan bo'larding o'sha narsa. Menga ishonsang, shu paytgacha eplamagansan-ku degan bo'larding. Lekin o'sha narsani his qilish qanchalik mazza, o'zingni ayolligini his qilish. Sen uni o'sha mazasini ko'rganingdan keyin aytasan-da, "O, yuribsan-da, chumo bo'lib mamtga o't deysan-da." Uni tushunmaydi u. Aytadigan buni dardi pul. Pul deydi. Ana bu aldaydi. Foydasi bu. Moshennik bu. Bu mana erkaklar yozadi, oilamni buzadi, tuda-suda. Meni maqsadim uni oilasini buzish emas. Men yashab ko'rganman buzilgan oilada. Masalan, yetimcha bo'lib. Endi gapingiz bo'ldi. Mana shu hozir aytmasam esimdan chiqib qoladi. Mana psixologlar ko'p-a, rosa ko'p-da, opa. Sen ham bittasimisan deydiganlar ko'p. Men shu narsani psixologi bor, o'qigan bor, uqqan bor-da. O'qish boshqa, uqish boshqa. Men shu narsani bildim. Nechtasini kursini olganman yoki nimadir. Ularni ongida pul topish. Klientlarning og'rig'idan men aytib ketaveraman, men qo'rqmayman. Nima qo'rqaman? Men ulardan yegan joyim yo'q yoki men ulardan nimadir anaqam, men bo'ynimni oladi, bo'g'adimi? Yo'q, men aytib ketaman. Bizani og'riqlardan men ham patsient bo'lganman. Og'riqdan pul topishda, top, halollab top, rostdan davola, rostdan o'sha og'rig'igacha borgin, ochib ber. Ochib ber, u sendan davolni bo'lib, zo'r bo'lib, haqiqatdan minnatdor bo'lib, 10 barobar, 1000 barobar rozichilik olib kelsa, u boshqa narsa-da. Men aytadi, hozir mayli, tursin. Mana hozir opam ham ko'radi, o'sha rezultatini ko'rgandan keyin vav devoradi-da. Men vav deganim uchun uncha-muncha odamga men vav demasligimni ham biladi, chunki meni auram, men o'zimni bilaman, potensialimni azaldan sezganman. Bomba-da, men o'zim bilaman bombaligimni. Prosta qabul qila olmasdim-da. Qiyinchiliklarni yaxshi ko'rardim. Azob, qiynalib erishsang, sudralib erishsang. Yo'q, unaqa emas. Оказывается, можно, что osongina. Mayli, hamma narsani oplатасы bor, zato zo'r qilib olasan, zo'r qilib energiya berasan, zo'r qilib olasan, hamma narsani olasan. Yo'q, nafs, pul, soqqa faqat. U yo'qmaydi u odamga yo'qmaydi. Keyin o'sha jalba keladi, moshennik, bu. Men любойчаskiga mana shu joyini qo'yaman ham o'zimga ham. Men effektimni ko'rganim uchun shu darajada dalshi men o'zim qiziqyapman shu potensialimni ochdim. Men psixologiyaga qiziqar ekanman, lekin qo'rqar ekanman. O'zi psixologsan-a? Lekin qo'rqar ekanman, opa. Qo'rqar ekanman. Nimaga odamlarning yukini olishdan. Tayyor bo'lmaganman. Yukni olishingiz bor, lekin uni attachasi borligini. Sizdagi bitta narsa. Sizda mani olib chiqib olsa, men konkurensiyaman sizga. Nima meni olib chiqib olsa? Mazza qilaman sen mendan zo'r bo'lib ketsang. Men psixolog-ku. Men bunaqa deyman, shogirdim meni deyman. Tushunasizmi? Nimaga kayf qolma. Nima mazza qilib yana siz bilan ishlagim kelyapti. Nima men sizni quchoqlagim keladi, nima yaxshi ko'raman. Qani? Nima men kelyapti oldingizga? Bu ham necha yillik psixolog-ku. Ochib yuboramiz. Yo'q, aytmayapti. Hali men bilan ishlayman, men bunaqa. Bor shunaqalar, men ko'rganman ko'zim bilan. Nima men buni bu konkurensiya-yu, erta mendan zo'r bo'lib ketsa-chi, shogird bo'lib mendan zo'r bo'lib ketsa-chi. Mana shu narsa yo'qki, sizga undan ham kuchli energiyali kelaveradi-da. Shunaqa. O'zingiz aytyapsiz-ku, men bunaqalar kelmayapti menga.
Bersang olasan-da, bermasang qayerdan olasan? Вот. И mana shu narsa bizga menga aytgansiz. Sanda shuncha resurs yo'q, rastanovkadan keyin mana shu gapingiz meni ochib yuborgan. San tupoy kallangga suitsid qilardim-ku ko'pman. Mana shu yerdan bilasizmi, allergiya Ha, beradi. ha, ha. Haligacha. O'sha kuni ham Azob qilib kelding-ku. Azob beradi bu narsa. Rastanovkadan oldin edi bu. Azob beradi menga. Suitsid, o'ldirish bor edi-yu bu narsa. Endi u kimdan kelganini ham bilaman. Tan olaman ularni endi. Aha. Boriga shukr. Mana bu gapni aytdingiz. Resursing nolligini ko'ryapsanmi? После расстановка aytyapsiz. Dilsor, san resurs yo'q, oqim yo'q. Nol bo'lib Mana shu turib. darajadasan. Ko'zingni och, tupoy deyapsiz-da. Men uyga boryapman. Dilsor deyapman. Resurs yo'q dedimi ustozing? Ha, resurs yo'q dedi. San kimsan? PhDsan. San kimsan? Odamlar erisholmagan. Shu narsa necha yoshingda bo'lding? 27 yoshingda. Uni buni qo'y, ota-onang bormi? Bor. Adang kim? Men bu odam. Onang kim? Men bu odam. Uni ham qo'y. Odamlar ersiz. San men ering bilan urushib, yarashib, blin, shundoq erishib olgansan-u. Baribir. Nima desang, hop deb turadi. Sani bolalardek mana bunaqa qiladi-yu. Hop, bo'pti, keyinchi. Men 3 ta bola osmondan tushib qoldimi? Bolalaring-chi? San bu bolani o'g'li necha yilda qanchada olgansan bu o'g'ilni? So'rab olgansan, tilab olgansan, ajrashaman deganingda Alloh senga berib qo'ydi-yu. Birinchi ajrashish o'sha bo'lgan. Ketaman degan narsalar-da. Hop, 2 ta qizing-chi? Men kichkinangni oldiraman degansan. Qara, oyog'ingni tovoningni uchigacha o'padi-yu. Men aytaman, "Voy, shuncha narsam bor ekan-a." Instagramda hech kim yo'q bo'lgan payti chiq ketib bitta anaqa bilan zo'r bo'lib ketding-ku. Sen xoling atrofingda hamma o'rtoqlaring bor. Kerakli odamlar qoldi-yu. Yo'q emas, bor-ku, turib beryapti-ku. Men aytaman, sizni gaplaringizdan keyin-da mana shu men endi bang'illayman. Menga ikkinchi anaqangiz Qayyumova deysiz menga. Yoqadimi? Bilasizmi? Yoqmas edi Qayyumova. Vashi yoqmasdi. Qo'ygim kelmasdi. Qayyumova. O'lsin-a Qayyumova. Men qaynonamga borib nima dedim? Dotsentligini olganimda bilasizmi? Ona dedim, sizni orzularingizdan biri ushaldi dedim. Nima? Mehnatlaringiz rohat. Endi bizda hamma o'qigan-ku. Mehnatlaringiz rohati. Nima? Qayyumovlardan ham dotsent chiqdi deyapman-da. Akademik chiqadi, ozgina qoldi. Bu eringni familiyasimi? Erimniki-da. Eri qabul qilmagan bo'lgansan unda. Sevdiribman-da eri. Yana bitta narsa aytaman. Odam polniy qiyin hayotda boyagi aytganingdek azobda yashayversa, oson hayotda qabul ham qila olmay qoladi. Bilasan, bir kun yig'lab kelgansan, esingda bo'lsa, rastovkadan oldin. Opa, bo'lmayapti. Nima muammo? Puling yo'qmi? Erim beryapti. Nima qilyapti ering? Erim zo'r, hammasi yaxshi. Nima bo'ldi? Bilmayman, men stressdaman. Odam qiyin hayotdan o'tib, osonni qabul qilish qiyin. Ana shu hayoting osonlashishni boshlagandan keyin stress boshlanadi. Chunki sen yashamagansan-da oson. Sen faqat qiyinchilik bilan hamma narsa erishgansan-ku. Bo'ldi, miya aytadiki, hammasi oson. Cho'ta xavf deydi. Mana shunaqa bo'ladi. Kortizol oshib ketadi, stress. Odam shu oson hayotga masalan, menda ham shunaqa переход bo'lganda, mana qiyinchilik hammasiga qiynalib erishgan joyimdan osonga o'tishni boshlaganimda, erimi bunaqa, pulimi mana bunaqa. Hamma narsa bo'lishni boshlagandan keyin men qizlarga kelaman, qizlar, men o'lgim kelyapti. Nimaga, nima muammoing bor? Muammo yo'q. Hamma joy tinchlikda, tushunyapsan? Muammo yo'q-da, eng qizig'i siqilaman desang muammo yo'q. Onam bilan munosabatim yaxshi bo'lmagan, vashi mana bunaqamiz. Er bilan mana bunaqamiz. Tam aka, uka hammasi shunday tepaga mamtga qo'yyapti-da. Men o'tiraman, qizlar, meni o'lgim kelyapti. Nimaga? Muammo yo'q, men bilmayman nima bo'lyapti. Menda stress. Qiyin hayotdan o'tib, o'rtada bitta stressga tushasan, oson hayot qabul qila olmaysan. Sekin-sekin keyin miyang bo'lar ekan-ku deyishni boshlaydi, mana xuddi o'zingga o'xshab. Bo'lar ekan mana shunaqa yashasa. Sekin-sekin neyron paydo bo'ladi, senga bu normaga aylanadi. Boya bo'ladi, abyuzer er bilan yashagan qizlarga yaxshi yigitlar uchrab gul bersa ham, sen o'ynashing bilan bugun bo'lgansan, keyin esingga tushgan, vijdoning uyg'onganda menga aybingni yuvish uchun gul olib kelgansan deydi-yu. Shunaqa. Xuddi shunaqada. Xuddi shunaqa. Уже sen o'rgangansan faqat problemada yashashga.
Stress o'rtada. Men o'sha payt sezganman-da, bu hayotni qabul qilolmayapti, oson yashashni. Yo'q, lekin yomon tushdimi, ko'rdingizu. Prям уже suitsidgacha borib, farqi yo'q ekanu dedim-da, u odamga farqi yo'q ekanu. Hımm. O'sha Hayot o'zingga kerak. hayot o'zimga kerak. Men aytyapman, mayli bosh ko'zimdan sadaqa. Bolalarim ko'zidan sadaqa. Mazza. O'shandan keyin bolalarim o'zim ham anaqa erim ham mana o'zimga tegishli odamda, auramga olgan odamlar kasal bo'lmayapti. U sanda u narsa bor-u, men aytganman o'sha payt ham. Da. Kasal bo'lmaydi o'li. Rahmat. Shunaqa. Qo'limni ko'targan. Qisqasi hozir mana bundan oldingi ko'rsatuvda Dildora kelib, "Men o'zimni topmoqchiman, o'zimni topolmayapman" degan gaplarida siz endi aytasiz, "Men o'zimni topdim." Topganim uchun opa deyapman. Men Dilsora Qayumova ekanman. Qayumovaman. Ну, o'sha boyagi zapros bo'ladi-da, odam hamma narsasi joyida, mana sanda ham uy bor, mashina bor, pul bor, ermi bor-da, как bo'lsa o'sha payt sani o'sha qoniqtirgan. Lekin u ichingda что-то как бы nimadir noto'g'ri-da, nimadir yoqmayapti ichingda. Ruhiyatga yoqmayapti. Ha, mana shu ketaveradi. Nima, zapros ketaveradida. Odam o'zi bilmaydi o'sha narsani. O'sha payt albatta unga psixolog kerak. Hamma hozir serialida ko'rsatyapti-ku, psixologlar ajrashtirib yubordi, psixologlar balo qildi, biston qildi. Mana ko'ryapsan, shuncha odam keladi oldimga, men birortasiga ajrash deb aytmayman. Sen ajrashaman deb kelganing ham esingda. Voy, ajrashaman deganlarim aytgansiz. Bu yerda ajrash demagansiz. O'zing tanla, qo'yib yubor. Men keyin aytganman, ajrashsang ham baribir shunaqa yer uchraydi, baribir shu yo'ldan o'tasan. Вот, mana qo'yib yubor. Ya'ni o'sha miyingdagi, o'sha u sani samatsenki, sen shunaqa pastmisan, sen shunaqa o'zingni ko'rasanmi, sen mana shu qo'rquvlaring shumi? Akasisi rostdan ham men shunaqa semiz bo'lganman, samatsenk ham past bo'lgan, va bo'lganman. Nima bo'lsa rishala bo'lganman. O'g'il erkaklarni ko'rsam nafratlanardim. Erkaklarni ko'rsam g'ashimga tegaverardi. Og'aynimni ko'rganman, biladi-yu. Opam mashinadan tushib, bundoq qilib ketardim, bilasizmi? Hozir kecha mani erim necha kundan beri aytaman, mashinamni haydamayapman, haydagim kelmayapti. Nimaga haydagim kelmayapti? O'zi 2 million, 3 million turadi tonirovka. Qo'limda pulam bor. Masalan, to'lab yuborsam bo'ladi. Yo'q, kutdim-da. Kutdim. Lekin o'sha joyda rezultatni olish mazza. Undan hamchi opa qarang, Gentrada yuribman-da. Erim Jetaurimda. Jetaurimni mana shu opam biladi. O'zimdan ham qizg'onardim-da. 20 million shtraf bo'lganda hamchi haydab yurgan odamman-da. Erimga shunday berib yubordim. Haydamayapman-da, Gentrada yuribman. Gentrani yuvmayapman ham-da. Benzin ham qo'ymayapman. Nimaga? Qizim deyapman. Qilib beradi. Rostdan qilib berdi. Oxiri o'zini ishxonasidan, yig'ishtir debdi. Tonirovkamni kecha to'layapti-da, kalitini beryapti. Onasi, "Mashinangni iltimos olgin." Ha, yoqmadimi mashinam? Maza-ku, siz yaxshi ko'radimi mashinam deyapman-da. Gentrani bergim kelmayapti-da. Chunki meni erim Jetaurim такой mashina. Demak, miyingda sen eri mana shu joyga qo'yding. Qo'ydim. Уровень ertasi nima dedi? Oldin mana bunaqa edi. Endi er Jiguli ko'rgan bo'lsam, hozir Porsche. Vah. Ferrari emas, Porsche oldi. Menimcha ering bu videoni ko'rsa mazza qiladi ancha. Mazzadan olib. Keyin yopildimi, erkak pul topsa xiyonat qiladi degan narsa? U qachon yopildi? U ota bilan munosabatda yopildi. Rastanovkada mana shu narsani ayting, biz ko'p otadan ayb qidirar ekanmiz-da. Ota aybdor emas ekan. Uni ham orqasida bor. Bor, kimdir bor. Ona ham emas lekin. Masalan, onamdan Abida ham chiqmadi. U kimdir-da. Endi ularni gapirishim shart emas. Chunki o'sha yopilgan temalar kimdir bor. Shunaqa. O'shalarni deb jabr deydi biz qo'yamiz. To'ppa-to'g'ri. Biz o'ylaymizki, mana men harakat qilyapman, demak bunda muammo bor. Lekin orqangni bilmaysan, miyingda nima borligini bilmaysan, miyangni 10 yoshinggacha bo'lgan podvalida nimalar yotganini bilmaysan-da, qanaqa narsalar kelib chiqdi masalan, sen bilan ham. Вот babuля bilan qancha narsalar kelib chiqib ketdi. Вот mashincha narsa turibdi-da. Yana men odamga qarab, "Sen normal erkak emassan" deymiz-da. Lekin aslida seni ichingda o'sha narsalar borligini his qilishing qiyin bo'ladi. Bu lekin juda katta terapiya bo'ldi odamlar uchun. O'tirib, agar eshitsa, ko'p narsasini bundoq yechib oladi. Agar tushunsa. Agar tushunsa to'ppa-to'g'ri. Lekin mana opam o'zi ko'rib turibdi bu yoqda, meni tashqaridan ko'radi-ku. Men o'rganib qolganman-ku, gapirib anaqa qilib, faktlar bilan gapirishga-yu. Yo'q,
opa, mana 4 oyim, 4 oy qarang, 4 oy atiga qancha vaqt-a, opa? Man turmush qurganimga 21 yoshda turmush qurganman. Ровно mana 10 yil bo'pti-da. Bu narsa уже manda boshlangan, o'sha 25 yoshimdan boshlangan. Siz boya aytdingiz-ku numerologiyada 25 dan boshlanadi. Qarasam sayohatlarim boshlangan. Bor ekan-da, numerologiya yo'q, unaqa bunaqa deganlarni ham 7 sanda. eshitganman-da. Ha, siz yo'q 9 ekan. 9, 7, 5, 3, 6. O'shada. Teskaringiz. Meniki teskari. Aytib beruvdingiz o'shanda. Men o'zim yechdim boya shuni. O'zim hisobladim. Bu ham bitta menga bo'ldi. Keyin aytmoqchi bo'lganim boshlangan ekan-da, qarang. Men agar shularni sal to'g'rilaganimda davno bu narsalar bo'lib ketardi. Davno. Kerak ekan. Shunaqa. Kerak ekan, karmani tozalash kerak ekan, O'sha jarayondan o'tish kerak. jarayondan o'tish kerak ekan. Men bolalarimga bu narsani ravo ko'rmayman. Nikak faqat bolalarim emas, nevaralarim, hammasiga ravo ko'rmayman. Faqat yaxshilik. Молодец, Dilsora Qayumova. Вы победили. Spasibo. Ana игра выживания dedi. Вы победили dedi. Sizga rahmat. Xursandman, demak, siz jarayonlardan mazza qildingiz, hayotingiz 100% o'zgardi. A tochkadagi Dilsora bilan hozirgi B tochkadagi umuman boshqa odam. Buni men bemalol ayta olaman. Hamma. Endi hamma seni taniydi, ko'pchilik taniydi. Tanigan odam ham bilayotgan bo'lsa kerak, profildan ham, masalan, Instagramdan ham, Ko'pchilik. ko'rinishingdan ham bilayotgan bo'lsa kerak. Siz o'sha birinchi oldingiz kelganimda aytgansiz, mana hozir bularda ham aytdingiz-ku, o'zgarishlar bo'ladi. Qabul qila olasanmi? Men tayyor. Og'riqlar bo'ladi. Men tayyorman, lekin puliga yomon tayyor bo'lmagan ekanman-da. Suitgacha borib, o'shani ta'mini ko'rib, o'lsam ham 3 bola bo'lmas ekan. Yashayverar ekan. Darsh kuni o'tib ketdi. Shunaqa. O'ldi, nima Dilsora o'ldi degan narsa bo'lar ekan, bo'ldi. Yo'q, lekin shularga tayyormisan deganingizda rostdan tushirdingiz meni. Bu konkret u U endi hammada bo'ladigan jarayon. o'sha jarayonga tushirdingiz, lekin buyog'i bang'illadi. Ko'rdingiz-ku? Masalan, eng qizig'i, mana coachingning yaxshi tomoni bizda podдержка bor. Shuni Sen bundoq ishlab uyingga qo'yib yuborsa, nimadir bo'lib ketadi. to'ppa-to'g'ri. Shuning uchun podдержка bor tam. Sen kelasan, Bor. ishladingmi, nimadir bo'ldimi, ayt menga. Davay, gapir. O'sha payti seni ushlab turish kerak, chunki odamning xayoliga har narsa keladi, har narsalar qilgisi keladi. Zato biz o'tdik o'sha yo'ldan. O'tdik 5 yil. Endi Xudo xolasa bundan ham zo'r bo'lish kerak. Zo'r bo'ladi. Rahmat, juda ham katta rahmat. Nima deydi, bizga sarflaganlaringiz ming bo'lib qaytsin. Endi buyog'i anaqani ro'molni taqib boshlab yuborsam, yo'q, lekin addishi, hazil bilan anaqa emas. Aytadigan gapim, sizni ustozni uchratganiga Allohimga sababchi qilgan odamlarga ham rahmat, Allohimga ham rahmat, sizga ham katta rahmat. Bu soxta emas, o'sha ovozimdan ham bilinadi bu narsa. Har safar shu narsalarni aytsam yig'lagim keladi-da. Dotsentligimni oldimda sizdan yana ko'p narsalarimni kesib ko'rganda ham ko'p narsaga anaqa olibman, dars olibman. Ustozlik qilibsiz. Insonlarga rahmat aytish. Ishonasizmi, qachonlardir menga bog'chada ishlaganimda yordam bergan Gulnoz opam bor edi. Dotsentligimni oldim, ishonasizmi? Hamma ustozimga rahmat aytib chiqibman-da. Dalichkamni qarasam, ular menga уже hech kim emas. Lekin rahmat aytibman-da. Nimadir rol o'ynaganda? Ustozni rozi qilish, ustozga rahmat aytish, esdan chiqarmaslik. Sizga ham tashladim-ku. Siz ham qaysidir joyda anaqangiz bor-da menga. Hammaga rahmat aytib, faqat yaqinlarimga jo'natibman-da. Aytyapman. Ular menga nima deyapti bilasizmi? Men kutmagandim deyapti. Men shunaqa narsa oldim, kutmagandim. Rahmat deyapti-da. Men aytyapman. Voy rahmatni, men shukurni, rahmatni, rozichilikni o'rganibman. Dilsor. Ovozim bilasizmi? Dilsor. Hamma narsa uchun. Ovoz, tashqi ko'rinish, poxodka, hamma narsa o'zgargan. Rahmat. Sababchisi qilgan uchun Allohga. Bu реальный отзыв. Реальный отзыв. Xursandman. Xohlasanglar qo'yib qo'yishmanmi-ku yoki men bu bo'z profilimda ko'rishinglar mumkin. Obuna bo'lib qo'yinglar. Amore proyektimizga.
Reklama o'z joyida. joyida Unutmaymiz. qimmat arzon reklama emasmi? Qimmat reklama-ku. Albatta. Amore o'zidan o'zi ketmayapti. Bunga mehrlarni beryaptilar. Aytib ketaman shuni ham. U yoqqa ekanmi? Mehrlarni beryaptilar bu proyektimizga. Bolami mani ham bitta. Bolachalari, bu bolachani menga mana o'sha tug'ilishim bilan berdingiz. Mana ham ko'ryapsiz, mehrimni beryapman. Juda. Shuni orqasidan mani potensiallarim ochilyapti. Albatta, Amore proyektimiz va bizning YouTube kanallarimizni kuzatinglar. Bu yog'iga faqat hech kim qilmagan narsa realistik show. Bizda bo'ladi. Realistik haqiqatan odzivlari bilan show, hech narsa bekitilmaydi. Va bunda To'ppa-to'g'ri. ham ishtirok etadi. Quyoshimiz. To'ppa-to'g'ri, Xudo xohlasa. Zo'r. Shu. Rahmat sizga. Demak, shuncha vaqtingiz uchun rozi bo'lasiz. Rahmat. Energiya uchun, hamma shirin so'zlar uchun minnatdorman. Rahmat. Yana ko'rishamiz. Ko'rishimiz aniq. 1 yildan keyin men bitta savol beraman-da. Menda shunaqa bitta intervyu bo'lgan. 1 yildan keyin o'zingizni qanaqa tasavvur qilasiz desa, yo 5 yildan keyin. Uzoqqa ketmaylik, 1 yildan keyin deng, men butun O'zbekistonni egallayman, hamma joyga kirib boraman deganman-da. Uni intervyuda berganman. Savol sizga, o'zingizni 1 yildan keyin qanaqa tasavvur qilasiz? Tasavvur 1 yildan keyin yana intervyu olamiz. olasiz. To'g'risini aytaymi? Nomer 1 numerolog, inklyuziv psixolog bo'laman. O'zimni katta частный 4 etажli zdaniyam. Va ishonasizmi? Mayli. Atak arendaga joy beraman. Yo'q, sotib olaman opa. Okay. Berishadi. Yo'q. Miyaga kelgani bo'ladi dedi-yu. Men trilliarderi xotini bo'lishni xohlayman. Mana senga. Eng zo'ri. Mana senga. Eng zo'ri Javlon aka emasga ishonaman. Jonim. Boring, bitta joy olib keling menga. 1 yildan keyin konkretniy trilliarderi xotini bo'lmasdan intervyu beraman. Bozordan kartoshka olib kelganda, boring menga bitta Mercedes olib keling, zerikdim bilan. Real ko'rganman-ku. Shunaqa. Adasi uy xohlayapman, qayerdan xohlamasa. Men bittam buni Mana senga deb. qimmatga Shunaqa. tushadi. Shunaqa. Rahmat. Ishlaringizga omad. Demak, 1 yildan keyin ko'rishamiz. Ko'rishamiz. Har kun ko'rishamiz. Xudo xohlasa. Zo'r.